Bu maskamiz uy sharoitida soch ildizlarini baquvvat qiladi, mustahkamlaydi va sochlarni qoraytirishga yordam beradi. Yosh bolalarimizda soch to'kilishida bemalol ishlatishingiz mumkin. Maska tayyorlaymiz. Buning uchun bizga anjiri bargi 5 dona, o'smani bargi 5 dona kerak bo'ladi. Shuningdek, shotutni bargi 5 dona kerak bo'ladi. Bularni hammasini olib, to'g'rab bitta idishga solib olamiz. Tayyor mahsulotlarimizni qaynatishga idishga solib, gazni ustiga qo'ydik. Mana hamma massamiz qaynab chiqdi. Endi buni idishchalarga solib olamiz. Mana maskamizni maxsus idishchalarga solib oldik. Buni yosh bolalarga ham, katta yoshdagilarga ham bemalol ishlatishingiz mumkin. Soch ildizlariga sepib chiqamiz. Bu tabiiy bo'lgani uchun, achib qolmasligi uchun muzlatgichda saqlashimiz kerak bo'ladi.